Hammaga salom, CMC Motorsning obunachilari. Bugungi obzorimizga Dongfeng Ailes Elliot avtomobili haqida gaplashib o'tamiz. Bu avtomobilimiz 2025-yil ishlab chiqarilgan avtomobil bo'lib, to'liq gibrid avtomobil bu. Bu avtomobilimiz juda ham ekonomичный. Bitta to'liq zaryad benzin bilan 1500 km masofani bemalol bosib o'tish imkonini beradi. Bu avtomobilimiz 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan. Ot kuchiga keladigan bo'lsak esa 157 ot kuchiga ega. Также avtomobilimizning dizayniga keladigan bo'lsak, bu avtomobilimiz bitta qaragandayoq Chang'an Zipal S07 ni eslatadi. Lekin bu avtomobilimiz undan ko'ra juda ham oldlari ham chiroyli ishlab chiqarilgan. Zipallarda agar ahamiyat bergan bo'lsanglar, oldida fatvarniklari yonmasdi. Bunda endi уже yonadigan qilib chiqarilgan. Zipalda podpiskasi bo'ladi, oyiga $100 qanchadandir to'lab yoqtiriladi. Bunda уже yonadigan tayyor holati. Faralariga ahamiyat beradigan bo'lsak, bitta liniya qilingan, takoy video ham derskiy bo'lib turadi. Avtomobilimizning ichki salon qismiga keladigan bo'lsak, katta monitor, multi rul, informatsion tablo hamda bu avtomobilimizda kerakli bo'lgan hamma funksiyalar bilan jihozlangan. Водитель сиденьяda pamять sidenyalar ham bo'ladi. Abduf, обогрев. Bu yerda esa водитель sidenyalar, passajirskiyda esa Abdufning o'zi. Hamda bu avtomobilimiz panorama tom hamda lyuklar bilan jihozlangan. Agar kimga bu avtomobil qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqib, bizning avtosalonga kelib, avtomobilni bemalol ko'rib, holatlarini ko'rib, bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Bizda narx, перечисление hamda avtokredit tizimlari ham mavjud.